Mani orzuyim bor, koinotga chiqish, yerni kuzatish. Albatta o'sha orzuyim amalga oshsa, koinotga chiqsam, yerni chizish niyatim bor. O'zbekistonda tasviriy san'atga nisbatan e'tibor pastroq. Men o'sha odamlarni rassomchilik haqidagi ma'lumotlarni sal o'zgartirish uchun harakat qilmoqdaman. Ba'zit shunaqa fikrlar bo'lib qoladi, bu rassomchilik tashlasammikan, bundan daromad kelmayapti, hech kimga foydasi bo'lmayapti. Lekin men yo'q, o'sha ishni boshladingmi, o'sha ishni oxirigacha tugat, durustam. Mehnatga oxiri natijasi bo'ladi baribir deb o'zim majburlayman. O'zbekiston Got Talent meni hayotimda yangi qadam, tepaga ko'tarilishim uchun berilgan imkoniyat. Sahnaga chiqishdan oldin hayajon bo'lmadi. Shu sahnaga chiqqandan keyin, ishimni boshlashdan keyin hayajon bo'ldi. Reja bo'yicha ketayotgan holatim yo'qolib qoldi. Javoblarni eshitgan paytda Bobur Yo'ldoshevni bergan fikri menga juda ham yomon ta'sir qildi. Men o'ylaymanki, bu bunaqa tanlovda bu bilan ya'ni yo'q. Bu yerga hamma chiqishini tayyorlab keladi. Bironta muzikantni chiqarib, men senga shu muzikani aytaman, shuni chalib ber demaydi-da. Lekin menga xato qarash bo'ldi. Meni ranjitgan narsa onam telefon qilib, "O'g'lim, men senga ishonaman" deb yig'lagandilar menga. O'sha payt emotsiyalarga berilib, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Yutqazgan bo'lsangiz, keyingi safar yutishingiz mumkin. Katta bolani nima yupatib o'tiribsizlar? 20 yoshli bola. Это взрослое шоу, где есть нет и есть да. Juda ham ko'p odam qo'llab-quvvatlayapti. Finalda yutishingiz ishonamiz degan gaplardan keyin menda qanaqadir uchqun paydo bo'ldi. Demak, meni chiqishim xalqqa yoqqan, men yutishim kerak degan fikr paydo bo'ldi. O'zim 5 ta so'z bilan ifodalaydigan bo'lsam, kam gap, chaqqon, kamtar, shoshqaloq mehnatkash deylik. Rustambek Cho'liyev. Bugun sizlarga bitta oddiy, lekin nihoyatda muhim gapni aytmoqchiman. Orzu qilgan barcha narsalaringiz harakat ortida yashirin. Hammamizning hayotda o'z maqsadlarimiz, istaklarimiz bor. Kelajakka umid bilan qaraymiz, rejalar tuzamiz. Lekin ko'pincha nimadir bizni to'xtatadi. Qo'rquv, shubha yoki dangasalik. Lekin bir daqiqa o'ylab ko'ring. Muvaffaqiyatli inson bilan oddiy inson o'rtasidagi farq nimada? Jasorat bilan tashlangan bir qadamda. O'z orzusiga yetish uchun birinchi qadamni tashlagan inson allaqachon yutgan bo'ladi. Mukammal vaqt yo'q. Hech kim oldingizga kelib, hozir boshlashning eng yaxshi vaqti demaydi. Chunki eng yaxshi vaqt hozir. Mukammal vaqtni o'zimiz yaratishimiz kerak. Har bir kun bu imkoniyat. Eski odatlaringizni tashlang. O'zingizni rivojlantiring. Yangiliklarni sinab ko'ring. Muvaffaqiyat sari qadam tashlang. Xatolar bo'ladi albatta. Lekin ular mag'lubiyat degani emas. Mag'lubiyat bu taslim bo'lishdir. Xatolar esa bizni o'stiradi, tajriba beradi.
Bugungi muvaffaqiyatli insonlar ham bir paytlar xato qilishgan, yiqilishgan, lekin hech qachon taslim bo'lishmagan. Bugun men sizni harakat qilishga chaqiraman. Orqaga qarashni bas qiling, ertani kutmang. O'z kelajagingiz uchun bugun javobgarlikni o'z zimmangizga oling. Kichik qadamlar bilan bo'lsa ham hoziroq boshlang. Chunki ertangi kun bugundan boshlanadi. Uni qanday bo'lishi esa faqat sizga bog'liq. Qayga borsang boshda to'pding, g'afirlar